Jami bugun sizga 23.250 dollar pul yozdik. Assalomu alaykum obunachilar. Akajon, mana xudo xolasa biz kartalarimizga 281.350.000 pul tushirdik. Bu degani dollarga 21.000 dollar. Shuningizda 24 soatda 21.000 dollar pul yig'dik. Undan tashqari mana Toshkentdan bir hoji onamiz bor. Har hafta 500 dollardan pul beradi. Toshkentda algoritmdan bitta akamiz 300 dollar pul berib olgan. Shu akamiz bor ekan, Toshkent City'dan 100 dollar beryapti. Keyin bir G'ayrat akamiz bor ekan, 500 dollar bu har safar pul beryapti. Mana 500 dollar. Bir akamiz bor, tadbirkor akamiz, Alloh rozi bo'lsin, tadbirkor Alloh rivoj bersin. Har hafta 8 milliondan pul beryapti. Mayda Abdulloh aka bor ekan, Toshkent Chinda bozordan 1 million pul bergan. Shunda 9 million so'm, 1400 dollar qo'ldan kelgan pul, qolgani hammamiz o'zimizniki. Jami bugun sizga 23.250 dollar pul yozdik. Men hozir ko'zlarim yashamayapman to'g'risi. Buncha pul yig'iladi o'ylamadim men to'g'risi. Allohga shukr. Shunday xursandman hozir, shunday. Yo'q. Xursandmanki hozir. Siz duoyingiz ijobat, chunki siz 11 yildan beri bemor yotibsiz. Barcha ehson qilganlardan, videolarni tarqatganlardan, kommentarlarda duo qilib, shifo so'rab duo qilganlardan Alloh razı bo'lsin. Amin. Barcha qo'ldan nafl berganlardan Alloh razı bo'lsin. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Hamma yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Alloh. Shu ehsonga hissasini qo'shgan barcha yurtdoshlarimizni tan jonlari sog' bo'lsin. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Hammasi salomat bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bunyodbek, aynan sizlarda shu Shahrixonda Rizo kolbasasi. Shu 7 ta yaxshi insonlar tadbirkorlar ishlab chiqaradi. O'zlari mol qo'ydi, o'zlari so'yib, qo'y go'shti, mol go'shti hammasidan bor. Sifatiga gapirish mumkin emas. Bugun bir onaxonlarga kelib, chiroyli bir oshni qilib, Rizo kolbasasidan qo'shib iste'mol qilasizlar. Kelishdingmi? Mana ona. Alloh rozi bo'lsin. Hammani salomat bo'linglar. Men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammaning yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Qancha tavba tazarru qilsam ham, gunohlar tark etmas tanimni. O'limdan qo'rqmadim, ey Alloh, o'yladim mushtfar onamni. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga.